Xo'p, shtrix qilishda qo'l harakatlarini tushuntirib video olasizmi debdi, bo'ldi gap yo'q, qani go deydi, hazil. Tak shtrix qotganda birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Qalamni uchliligiga. Agar u to'ntoq bo'lsa, unaqa yaxshi shtrix kutmaylar u narsadan. Qancha uchli bo'lsa, shuncha yaxshi. Keyin shtrix mayin bo'lishi uchun mana tasavvur qilinglar. Samolyot qo'nadigan aerodrom deydimi, nima deydi? O'shani chizdikda tasavvur qiling, samolyotning o'rnida qalam. Pastga tushyapti, qalam o'rnida samolyot deganim. Pastga mana samolyot qo'nyapti, ko'tariladi. Mana shu tegib o'tgan joyi shtrix hisoblanadi. Ya'ni ochdan to'qarib yana ocharib ketadi. Shundagina shtrixlar mayin chiqadi, mana bunaqa bo'lib. Buni qo'yib qo'yganim sababi shu. Chunki siz katta yuzani shtrix qotganingizda mana shu shaklda shtrix bersam, boshlanish va tugashi mayin tugaydi. Agar men u narsani mana bu yo'nalishda bersam, bu oxirida mana bunaqa burilish hosil qiladi. Keyin ikkinchi yuzani olib kelganimda mana bu dog' hosil bo'ladi. Tamomida unaqa narsa bo'lmaydi. Bir-biriga kelib ketadi. Shunda gladkiy ruscha qilatin, gladkiy shtrix chiqadi, sillu. Bu yo'nalishdagi shtrixni to'qlashtirish uchun xuddi shu yo'nalish bo'ylab, ya'ni shu tarafga faqat burchagini ozgina o'zgartirib shtrix beriladi. Mana shu ko'rinishda sekin to'qartirib boriladi agar kerak bo'lsa. Mana bunaqasiga ham tushirsa bo'ladi. Lekin mana bu yo'nalishda shtrix qilsanglar, mana bunday berdimmi? To'qartirmoqchiman shuni. Mana bunaqasiga olib chiqsam, bu ancha qo'pol ko'rinadi. Bunaqa qilish mumkin emas deyilgan joyi yo'q. Qilsa bo'ladi, mana bu sillu ko'rinadi. Shtrixlar chiroyli chiqishida katta rol o'ynaydigan faktorlardan bittasi bu qalamlarning sifati. Menda вот из artist